Bu o'zimizning nafs bilan qilingan, ko'nglimiz bilan qilingan, xohishimiz bilan qilingan jihad hisoblanadi. Bu qanday jihad bilamizda? To'g'ri, biz xatolashamiz, ba'zi ishlarni qila olmaymiz. Lekin ana shunday xatolashgan ishlarimizda Alloh subhanahu va taolo nurg'unlagan bizni qutqizadigan yo'llarni qo'yib qo'ygan. Masalan, bugungi hadisimiz ana shu yo'lni bizga ko'rsatadi. Sen yaxshi ishlarni qil, yomon ishlarni, qilgan gunohlaringning hammasini tashla. Alloh bularning hammasini sening yaxshiligingga aylantirib beradi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزقرنداشlar. Biz bugün Allah'ın rahmeti ve fazlı bilen dersimizdeki en ahirki kısmını sözleyimiz. Yani İmam Nevevi'ninki 40 hadis namlı kitabından 41. ve 42. hadisini okuyumuz. Şunun için bugünkü ders xatimi ders bo'lg'achqa hammalar bir diqqatinglarni yig'ib o'tirib pasanglar. Shundaqla bugünkü dersimiz nihoyatda muhim. Qanday sanlar bugungi kunimizda biz islomni xuddi shu faqat bizning axloq qismimizdan to'g'rilash uchun kelgandek va yoki bizga namoz o'qishni o'g'itish uchun kelgandek o'ylab qoldigan. Undan boshqa ba'zi bir qarash, qimmat qarash, ba'zi bir qadamlarimizda buni islom nima deydi degan bu savolni so'maydigan bu shunday holat ketyapmiz. Yani hozir bugungi kunimizda fatvo so'raydiganlar kunga ozlab ketaylik. Buni nima bildiradi? Qilgan ishlarimizda islomga maslahat solmadik. Islomning ko'rsatmalari nima deb buni so'madik deganlik bo'ladi. Ya'ni ko'ngil xohishimiz bilan yashadik deganlik bo'ladi. Amaliyotda bir musulmon deb qo'yib, namoz o'qib qo'yib, ko'ngil xohishi bo'yicha yashasa birer qarada, qadamda bunun İslam nima deydi deb so'masa, o kishi haqiqiy musulmon bo'lolmaydi. Bugungi hadisimiz mana shu nuqtani yuritadi. Oldin biz hadisimizni o'qiylik, undan keyin biz shaylaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ana Abi Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhuma qal. Abi Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhuma naql qilindi. O mundaq dedi. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq dedi. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Sizlarning biringlar haqiqiy mu'min bo'lanmaydi. Men elib kelgan islomga ularning havoyi havisi yoki xohishi yoki ko'ngli ergashmaguchilik. Yani bu hadis kishi islomni ko'ngil orzusiga emas, orzusini, xohishini islomga bo'ysundirishga buyuradi. Islom bir narsa dedi, uni ko'nglingiz tatmadimi? Uni bilan chatqiq islom degan bo'lsa, ko'nglingiz tatmagan bo'lsa-mu, ko'ngilni uni ergashtirsak, undan keyin biz haqiqiy mu'min bo'la olamiz degan bo'ladi. Amaliyotda biz qarab boqadigan bo'lsak, ko'p hollarda ko'nglimizni islomga emas, islomni ko'ngil xohishimizga bo'ysundirib qoladigan va shundaqla shu ko'nglimiz xohishimizga moslashib, ba'zi oyat hadislarni diliqib qolgan ahvollar bor. Masalan, deylik, ba'zi kishilar bor, ikkinchi xotna maqsadini deydi. Rasulullah'ın sünneti deydi. Rasulullah'ın sünneti deb tahajjud namazı o'qimaydi. Rasulullah'ın sünneti deb saqal qo'ymaydi. Rasulullah'ın sünneti deb ayoliga bir yaxshiroq muomala qilmaydi. Rasulullah'ın sünneti deb zulm qilishtiradigan bir cho'naq ishni qilmaydi. Ammo o'zining ko'ngli xohishi kelgan vaqtda hadisni yoki boshqa bir islomning mazmunini o'zininki ko'ngil orzusi qana qiladi, ergashtiradi. Va undan boshqa hukm masala deb aytsak, ba'zi bir hukmlar chiqadi. Ko'ngil unga yoqmaydi. Mana shu vaqtda yo'q, islom unda degan bilan yoki fatvoda unda degan bilan, hadisda unda degan bilan deb o'zimizning degani bo'yicha qildikmi? Biz ko'nglimizni islomga emas, islomni ko'nglimizga ergashtirgan bo'lamiz. Bizning iymonimizni chataq chiqadi deganga. Qanday chataq chiqadi? Haqiqiy mu'min bo'lolmaymiz. Xohlaganni, ya'ni ko'nglimizningki orzumizning udil kelganini oladigan, ko'nglimiz ta'miganni, ko'nglimizga ig'ri kelganini olmaydigan bunda holatda islom bo'lmaydi, islom qabul qilinmaydi. Islom bunda xohlaganni oladigan, xohlaganni qo'yadigan tanlovozir emas. Islom dini bir butun shaklda qabul qilingandan keyin, undan keyin biz haqiqiy musulmon bo'lamiz. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffa. Ey Alloh ishonganchilar, dinga to'liq kiringlar. Bir parchasi emas, ko'nglingizni yaqqa emas. Hammasi kiringlar. Ko'nglingizni yaqsin, yaqmas, hamma kiringlar. Undan keyin sizlar haqiqiy mu'min bo'la olasizlar. Va la tattabi'u xutuwati shayton. Hargizmi shaytonninki undaq tuzoqlarga dasab, unda ko'nglingizni yaqmagan, sizlarga jafo keldigan, pulingni talab qiladigan, jiningni talab qiladigan bundaq yerda islomga amal qilmay turasanglar, sizlar haqiqiy mu'min bo'lolmaysizlar deganga ishorat qiladi. Ondan boshqa shu hukm masalalarida ko'nglimizga va yoki bizning zinimizga va yoki bizning manfaatimizni tusab qo'ygan taqdirda islomning hukmi nima bo'lsa, shunga rozi bo'la olsak, undan keyin biz haqiqiy mu'min bo'la olamiz. Bu vaqtda Alloh taolo Qur'on Karimda "Fala va robbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum." Robbingiz bilan qasamki, ular o'zlarining orasida yuz bergan ishlarda sizni hukm qilg'izmoqchilik. Ya'ni Qur'on va hadisning hukmi bilan hukm qilg'izmoqchilik. Undan keyin hukm qilg'izib bo'lib, chiqqan hukm qarta qalbida hech qanday bir siqilish, haraj, ya'ni bearomlik bo'lmaydigan bu shunday bir holatni o'zida shakllantirmoqchilik, ular mu'min bo'la olmaydi deydi.
Demek biz haqiqiy mümin bo'laylik deydiganmiz, ko'ngil arzuyimizni, xohishimizni islomga ergashtirishimiz kerakki, islomga bo'ysundirishimiz kerakki, hargizmi islomni ko'ngil xohishimizga bo'ysundirmasligimiz kerak. Va shundaqla boshqalarga bo'ysundirib bermasligimiz kerak. Bo'lib ahlil millat, boshqalarga hukm beradiganlar, yiqinim deb yoki mehmon qilgan deb va yoki yordam qilgan deb ularning ko'ngil xohishiga mos holda ergashtirib bermasligimiz kerak. Ana shunda qilmagan vaqtimizda, islomni eng asos qilmagan vaqtimizda, nishon qilmagan vaqtimizda, ondan keyin biz haqiqiy mu'min bo'la olamiz. Biz sahobalarni hayta qaraydigan bo'lsakmi, sahobalar aroq harom qilishdan ilgari nihoyat aroqqa omroq kishilar edi. Uning turmushidan aroq ayrilmaydi. Har dasturxon degudek bor edi. Ammo aroq harom qilingandan keyin qanday qildi? Yo'q bu, yo'q unda, yo'q bunda demasdilar, aroqni chiqib to'kdi. O'zininki ko'ngil arzusiga qarshi oldi. Ya'ni ko'ngil arzusini islomga bo'ysundirdi, islomga ergashtirdi. Shuning uchun ular haqiqiy ulgulik musulmonlar, ulgulik mu'minlar hisoblanadi. Shuning uchun hukm masalalar olsun va har qanday bir qarash olsun, ko'ngil arzuyimiz nim deydi emas, islom nim deydi deb buni so'rab, qanday keyin ko'ngil arzuyimizni islomga moslashtirishimiz kerak. Bu o'zimizning nafs bilan qilingan, ko'ngilimiz bilan qilingan, xohishimiz bilan qilingan jihad hisoblanadi. Bu qanday jihad bilamizlar? Eng afzal jihad. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom afdalul jihad ay yujahidur rajulu nafsahu va hawahu. Jihadning eng afzali bo'lsa, bir kishininki o'zining nafsi va ko'ngil arzusi bilan qilgan jihad. Ko'nglingiz bir narsaga tortadi, islom boshqa bir narsaga buyuradi. Mushu vaqt siz ko'nglingizdan kurash qilib, ko'nglingizni yengib, islom buyrug'iga mangsangiz, siz jihadning eng afzalini qilgan bo'lasiz va shundaqla hadisda deyilgandek, komil haqiqiy mu'min bo'lasiz degan bo'ladi. Endi eng oxirgi hadisimiz bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning bizga naqadar kuyindiganligi, haqiqatan bizni jannatga kirgizgusi bor ekanligini ko'rib Şuna Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam cennetke fakat unumğallardan başkalarının hemmesi kiradi dedi ya. Ben cennetke kirsem buttum şu dozaq kirsem butti deb turamısılam insan. Azraqlam cennet kirişke bir himmet bolsa, niyet bolsa, azraqlam hareket bolsa her bir adam cennet kireleydi. Doğru biz hatalaşımız, bazı işlerini kılamayız. Lekin ana şunda hatalaşqa işlemizdi mi? Allah subhanahu wa ta'ala nurgulluğun bizni qutquzduğu yollarını koyup koygan. Mesela bugün hadisimiz ana şu yolunu bizga gösterdi. Aldulan biz hadisini okuyla. An Enes ibn Malik radıyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى Enes ibn Malik radıyallahu anhu nakil qilindi. O mundaq dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den anladım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deydi. قال الله تعالى Allah Teala mundaq dedi. Ya ibn Adam inneke ma da'awtani ve racawtani ghafartu leke ala ma kana minka ve la ubali. Allah Teala mundaq deydi. Ey insan balası sen bana dua qilib menden günahlarının mağfiret qilishini sorsan, men senin qilgan günahlarına perva qilmasdan mağfiret qilaman. Ya ibn Adam law balagha dhunubuka anana as-sama'i thumma istaghfartani ghafartu lek. Ey Adam balası senin günahın köpüyüp asmanga taqashqan taqdirdimi? Ana shundaq cho'ng gunohni qilayotgan taqdirdimi? ثم استغفرتني أنك استغفر إسان توبة قلسان من سنة أبو قلمان مغفرت قلمان يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة إي آدم بلسة سن مغا yeryüzü toşqıdaq günah qilib hech narsani menga shirk qilmasang ana shunda holatda o'lsang men bilan uchrashsang men sana yeryüzü to'lg'idaq mag'firat bilan kelimasini apu qilaman deydi. Bu hadis Allah subhanahu wa ta'alaning at-tawwab tövbelerini qabul qilguvchi, al-g'afur günahlarni mag'firat qilguvchi degan iborat bu sifatlarini bayon qilib turadi. Qaydagan bo'lsa hadisda Allah Taala nima dedi? Ey inson balasi, sen menga tövbe qilib, duo qilib, mendan gunohingning mag'firat qilinishini so'rasang, men seni qilgan gunohlaringga parvo qilmasdan mag'firat qilaman dedi. Bu yerga parvo qilmasdan deganligini degan gap, sen qanchalik cho'ng gunoh qilgan bo'lsangmi, men bu cho'ngken buni afu qilmayman demasdan hammani afu qilaman deydi. Demak Allah subhanahu wa ta'ala bizning gunohimiz qanchalik çoğ olsun Allah subhanahu wa ta'alanınki apusi unundan mu çoğ. Allah'ın texim hükümçallıqını görüdüğün bir hadis var. O qaysi etsangmi Allah subhanahu wa ta'ala bir adam günah qilib tövbe qilsa, uni apu qilib lan bo'ldi qilmasdan, uning qilgan yomonliklarini yaxshilik o'zgartirib turadi. O'ylab boqinglar. Qilgan yomonligini yaxshilik o'zgartirib turadi. Ey gunoh qilguvchi, ey xatolashquchi, hamda tövbe qilmaslik nim bahane bor. Sen xatolik o'tkazding, ondan keyin pushaymon qilding, tövbe qilding. Tövbe qilsang o'tkazgan gunohingni savobga almashtirib beraman desa Allah subhanahu wa ta'ala, endi tövbe qilmasang do'zax kirishni xohlamay, nima qilgan bo'lsa? Abu Tuyal deydigan bir odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan qashig'iga kelib, "Ey Rasululloh, bir odam bor. Hamma gunohlarni qilgan, hech narsani qoldirmagan." O'ylab boqinglar, hamma gunohlarni qilgan, hech narsani qoldirmagan deydi. Ya'ni cho'ng, kichik, hammani qilgan dedi mas kishi. Bunda kishiga qanday qaraysiz ey Rasululloh dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Müslüman mısın dedi. O kişi la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ben Müslüman. Allah'tan başka ilah yok. Muhammed Allah'ın elçisi de guvahlıq biremen dedi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam sen yaxşılarını kıl, yaman işlerini, kılgan günahlarının hemmisini taşla. Allah bulanın hemmisini senin yaxşılığına aylandırıp duradu dedi. Qilgan gunohlarning hammasini yaxshilikqa aylantirib beradi dedi. Bu sahoba xuddi o'ziga ishonmagandek, ey Rasululloh, va g'adarati va fajarati, meningki vafosizligim va shundaqla buzuqchiliklarimning hammani shunday qilamdi deb so'radi.
O'ylab boqinglar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedi, ha dedi. Bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu so'zini shu qadar xushal bo'ldiki, shu qadar hayron qoldiki, Allohu akbar deb takbir aytganicha Rasulullohning qashidan chiqib ketdi. Demak, tavba qilmaslikqa hech bir bahona yo'q. Gunoh qiling, pushaymon qildingiz, gunohlaringizning hammani yaxshilikqa aylantirib beraman deydi. Alloh taolo Qur'on Karimda bu nuqtani bizlarga xabar berib, "Vallazina la yad'una ma'allohi ilahan akhar va la yaqtuluna an-nafsa allati harramallohu illa bil haqqi va la yaznun." Ular Allohga ikkinchi bir ma'budni shirik qilmaydi. Alloh harom qilgan nahaq odam o'ldirishni qilmaydi, zina qilmaydi. Kimki bu gunohlarni qiladi ekan, oxiratda azobga duchor bo'ladi. Va man yaf'al zalika yalqa athama yudha'af lahu al-azabu yawm al-qiyamati va yakhlud fihi muhana. Qiyomat kuni unga haslab azob qilinadi. U mengu azob ichida qoladi, xorlangan holda qoladi dedi. Mana bu shundoq azob qoladi deb bo'lgandan keyin illa man taba va amana va amila solihan. Lekin ana shundoq gunohlarni qilgan bo'lsa-mu, tavba qilgan bo'lsa, iymon etgan bo'lsa va shundoqlar yaxshilarni qilgan bo'lsa, fa ulaika yubaddilullohu sayyiatihim hasanat. Alloh taolo ularning qilgan gunohlarini yaxshilikqa aylantirib beradi. Va kanallohu g'afurur rahim. Alloh subhanahu va taolo gunohlarni mag'firat qiluvchi va mehribondir deydi. Haqiqatan mehribon ekan Alloh taolo. Gunohlarni afv qiladi ekan va shundaqla mehribon ekan. Bu sababdan gunohlarni Alloh taolo yaxshilikqa aylantirib beradi ekan. Hadisning davomini qaraydigan bo'lsak, ey odam bolasi, gunohlaring ko'payib, osmon taqashqudak bo'lgan taqdirdami, menga tavba qilsang, istig'for etsang, men seni gunohlaringni afv qilaman dedi. Va shundaqla, ey odam bolasi, sen menga yer yuzi to'shqudak gunoh bilan kelsang, vafot topquchi hech narsani shirk keltirmasan, ya'ni shu holatda men bilan uchrassang, men bu senga yer yuzi to'shqudak mag'firat bilan kelaman dedi. Qaraydigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo biz inson bo'lg'achqa, bizning tabiatimizni bilgan bo'lg'achqa, o'zi yaratgan bo'lg'achqa, biz inson xatolashadigan maxluq bo'lg'achqa, biz tavba qilsaqlam o xatoligimizni qanchalik ko'p bo'lsin, osmon taqashqudak bo'lsin, zamin toshqudak bo'lsin, Alloh subhanahu va taolo uningdan cho'ng afv bilan, mag'firat bilan bizning gunohimizni afv qilganligidan xabar berdi. Haqiqatan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom deganda kullu bani adam xato. Har bir odam xatolashadi. Insonning xatolashining uzulan bir seskinadigan yoki ayblaydigan ish emas. Xatolashadi. Ammo bu yerdagi ayblashga tegishli bo'lgan u xatolikdan chiqolmasligi, tavba qilmasligi mana bu ayblanishga tegishli ish. Agar biz faqat xatolashmasak, biz inson bo'lmaymiz. Farishta bo'lamiz. U vaqtda ma dunyoda imtihon deydigan bir narsa qolmaydi. Xatolashmasak, qani u imtihon u vaqtda Alloh taolo xatolashadigan bir jonliqni akiladi. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom vallazi nafsi biyadi. Alloh bilan qasamki, law lam tuznibu, agar sizlar gunoh qilmagan bo'lsanglar, la zahaballohu bikum. Alloh taolo sizlarni ketkizib o'tib, gunoh qiladigan, ondan keyin tavba qiladigan bu shunday kishilarni keltiradi. Alloh taolo ularni mag'firat qiladi deydi. Onundan boshqa bir odam qanchalik gunoh qilsin, tavba bilan qilsa, Alloh subhanahu va taolo u bandisidan ajoyib xushal bo'ladi-ki, u xushallikni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom sifatlab bir odam cho'lga tugisidan kirdi, u tugisi yo'qolib ketdi. O'ylab boqinglar, cho'lga tugilan kirdi, osh-ozuqqa suv hammasi tugidan yo'qolib ketdi. Endi men o'ldim deb turgan vaqtida tuyuqsiz tugisi keldi. Qancha xushal bo'ldi? Ajoyib. Tasavvurlanmaydigan xushallaqni Alloh subhanahu va taolo ana shu kishidan bakroq xushal bo'ladi deydi bir odam tavba qilsa. Xo'sh, unda bo'lsa, tavba qilish qanday bo'ladi? Birinchi qilib tavba qilish pushaymon bilan bo'ladi. Pushaymon qildingizmi? Annadam va tavba. Pushaymon ana shu tavbaning tunji qadami. Pushaymon qilish kerak. Ammo pushaymon qilmay turib tavba qilsa, u haqiqiy tavba bo'lmaydi. Old bilan bir xatolar o'tkazgan bo'lsangiz, bilmay qilib ekanman, nadonlikdan qilib ekanman, shaytonning kayniga kelib qilib ekanman deb bunga bir pushaymon qilishimiz kerak qalbimizda. Ikkinchi qilib qilgan gunohimizni darhol tashlash kerak. Va shundaqla tashlashni niyat qilish kerak. Ikkinchi qatim qaytmaslikqa qat'iy niyat qilish kerak. Uchinchi qilib, agar o'tkazgan gunohimiz boshqalarning haqqiga munosabatli bo'lib qolsa, u haqni egasiga qaytarish kerak. Boshqalar meni o'g'il olgan bo'lsa, o'g'irlikni iborat gunoh o'tkazgan bo'lsa, u odamni meni olib qaytarib berishimiz kerak. Unda bo'lmaydi ekan, u haq o'tilmaydi. Undan keyin tavbaning sharti bo'lsa, tavba Alloh roziligi uchun bo'lishi kerak. Endi saqal oq kiribdi deb emas, Alloh bakin, hisob bakin, do'zax bakin deb tavba qilishimiz kerak. Endi to'y qilg'il qopapdimi, haq qilmaydi ekan deb emas, hisob kitob bakin deb tövbe qilishimiz kerak. Ya'ni Alloh roziligi uchun ham, Allohning mag'firatini umid qilib tövbe qilish kerak. Undan keyingi oxirgi sharti bo'lsa, ajal kelishdan burun bo'lishi kerak. Ma'putimiz go'yga sangilgan vaqtida tövbe qilsak, u tövbe qabul qilinmaydi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni tövbega muyassar qilgan kishilarning qatoridan qilsin. Alloh subhanahu va taolo. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Muhammadur Rasul